Prezidentimizning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasi barchani birdek ruhlantirdi. Yangi imkoniyatlar, barcha sohalar bo'yicha istiqbolli rejalar har bir soha vakilini yangi marralarga ilhomlantirmoqda. Xususan bu murojaatnomani katta hayajon bilan tinglagan qoraqalpog'istonlik yoshlar ham o'z oldilariga yangi maqsadlar qo'yishgan. Dastlab shu haqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlis va ko'p millatli xalqimizga yo'llagan murojaatnomasini Qoraqalpog'istondagi har bir soha xodimlari, xususan yoshlar ham diqqat bilan tingladi. Har doimgidek davlatimiz rahbari o'z murojaatnomasida yoshlarning tugab borayotgan yildagi yutuqlarini yuqori baholab, ularga o'z ishonchini yana bir bor bildirdi. Iqtidorli o'g'il-qizlarimiz ta'lim, ilm, fan, madaniyat, san'at, sport va boshqa sohalarda erishayotgan katta yutuqlari bilan ham O'zbekistonimiz ravnaqiga munosib hissa qo'shmoqda. O'quvchi va talabalarimiz joriy yilda bu raqamlar ham bizda yo'q edi. Xalqaro fan olimpiadalarida 51 ta oltin, 101 ta kumush, 126 ta bronza medallarni qo'lga kiritib, o'z bilim va salohiyatini butun dunyoga namoyish qildi. El yurtimiz faxri bo'lgan bunday farzandlarimizga, ularning ota-onalari va ustoz murabbiylariga yana bir bor chin dildan tasanno aytib rahmat demoqchiman. Faol yoshlardan biri Gulbahor Yusupbekova ham mazkur murojaatnomani tinglar ekan, yurtboshimizning har bir so'zi uni ruhlantirganligini alohida ta'kidladi. Hurmatli prezidentimiz bizning yoshlar dunyoga baseklis bo'luvi, hatto ulardan bir qadam oldinda bo'luvi kerak qatorlari bo'lsa, bir yoshlarda ilhomlantirdi. Hamda kuch bag'ishladi desak, qatelasmagan bo'laman. 2026-yilda kemida 100 texnikumning ochilishi, shunday-aq yuqori baholarga o'qib keltirgan studentlarga qo'llov maqsadida qo'shimcha stipendiyalarning berilуі bo'lsa, sol har taraflama bilimli yoshlarda yetishtiruvga, yuqori tajribali kadrlarda yetishtiruvga o'zining ulesini qo'shadi. Bugun biz yoshlar mana shunday imkoniyatlardan unumli foydalangan holda bizga yuklatilgan senimda teran anglagan holda O'zbekiston Respublikasi rivojlanish yo'lida o'zimizning ulesimizni qo'shishimiz kerak. Men seni ayta olaman, 2026-yil yoshlar orzularini amalga oshiradigan O'zbekiston Respublikasi rivojlanish yo'lida yangi bo'lim ochiladigan yil bo'ladi. Mazkur murojaatnoma har birimizning oldimizga yangi rejalar va yangi maqsadlarni qo'yadi va albatta bu o'rinda aholining turmush tarzini yaxshilash asosiy masalalardan biri.